Xo'p, bolalar bugun Forex tilida razgon qilib ko'ramiz. O'tgan videoda bolalar ko'pchilik Androidda ham razgon qilib ko'ring dedi, bilmadim. Tak shot farqi bo'lishi mumkin yokida bilmadim. Tak split kichkina dedi ko'pchilik. Shuni hisobiga jigarlar balans $50 pul bor. Brokerimiz aksangiz joydan sel kirib ko'ramiz. Narximiz zonaga yetib qolgan. Maksimalni full marja sel kirildi. Shu yerdan narximiz qaytib berishi kerak. Biz yopadigan joylarimiz tayyor bo'ladi. 68 yapamiz. 68 gacha. 60 pips harakat qilib berish kerak. Tak $150 foyda bor. Kutamiz bu yoqni faqat. Bolalar hamma kirib borilayotgan signallar, zonalar Telegram kanalida berib boriladi. Telegram kanalimiz opsioniyada bor. Hammasi tekin, просто kirib foydani olsanglar bo'ldi. Yaxshi. 133 ko'rib chiqdik. Qamiz bu yog'iga. Dalifka qilib ko'ramiz, chunki maksimal narximiz sel yurib berish kerak. Yaxshi. $400 foyda bor, $450. $50 balansga $450 foyda bor. 600, 700. Sразу shu joyda yopamiz. $650 ko'tarildi balans. Jigarlar bizda erta yopildi, ko'rgan bo'lsangiz narximiz 68 gacha prognoz qilingan. Bu yo'g'iga full marja buy. Aytilgan zonadan sel yurdi. Endi buyga olsak bo'ladi. Maksimalni full marja kirilyapti. Qanaqadir sentlar ushlab qoldi shotimi. Shu yerdan narx orqaga qaytishi kerak. Shu joydan minus tomon pribыл endi ko'rdim. $200. $20 ko'rdi birinchi. Просто kutamiz. Yaxshi. Ketdik. Bayga. Bay. Bu baydami? Ketdik, olib chiqish kerak. 700, 900 ming. Mingga qaytib chiqsa sraz yopardim. Ketdik. Yaxshi. 997. Spet qilmadim. Vallet spet qilmadim. Voy onasi emsin. Balo. Nerealniy ish bo'lyapti, boru. Agar yana shu joyga qaytib tushsa oqdim. Yaxshi, ketdik. Shu ham bayda tugashi kerak. Shundan keyingisi ham 100% bay bo'ladi. Yaxshi, 1200 foydani ko'rdik. 1700 ketdik. Ketdi. Yaxshi. Jigarlar aytilgandek narximiz zonagacha chiqib berdi. 1700. 2000 da yopildi. 2500 foydadamiz. Menda bo'ladigan har doimgi xatolardan yana bittasi narxni, dizelkani erta yoqib qo'yaman. Ko'rgan bo'lsanglar, kengashi ham 100% bay bo'ladi dedim, lekin erta yoqib qo'ydim. Bola shu joydan yana selga kirib ko'rsak bo'ladi. Lotimiz kattalashgan, shotga nisbatan. Selga 100% yurish kerak. Pul marja seldami? Tak, bola shu joyda minusdami? Split hisobiga. Bola qayoqqa ketdi? Shamda izida 800 minus. Ketdi. Bitta sham tushadi, yopiladi. Oxirgisi ketdik. Oqadi bu 100%. Biz berib chiqadi хотя бы. Davay. Dalifga qilamiz. Xo'p, jigarlar 1200 foyda ko'rildi. Bitta yaxshi yuradi, yopiladi. Jigarlar bu razgon hech qachon bir martada o'xshamaydi. Shotinglar ko'proq bo'lsa maksimalni bo'lib entry qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ketdik. Bala 2000 beruvdi. Davay. Naxu 3000 yopildi. Bala yo'q. 2000 yopildi. Qaytgan yopib qo'ydi. Bala yopgan qo'limizning zonasini emsan. Bala ozgina kutish kerak edi. O'zim bildim shu yerdan zelligini. Endi bayga olishga harakat qilaman. Iloji yo'q. Bala qaytib shu oqib berganini qaranglar. Necha endi baydan qaytarib olamiz maksimalni. Tak. Davay. Bayga. Chiqyapti. 1200 foydani ko'rdik.
narx flatni o'zida flat yurgan holatida normalniy olib chiqishga harakat qilamiz. 1000. Davay. Ketdik. Deyarli idealniy chiqib berdi. Zo'r. $6682.